Men raqsni kutmadim lekin. Juda ajoyib bo'ldi. Avvalo mana shu qo'shiqni yaratib, butun shu xalqqa sevimli qilib qo'ygan Alloh rahmat qilsin Muhriddin Xoliqovga bitta qarsak. Rahmat. Endi hozir Munisa bilan gaplashib o'tirdik, shu bitta joyda imенно farsh ketyapti-da, men aytdim fonogramma bu deyapman. Orzu umid qizisan. Nega unaqa bo'lyapti? Eshitmayapsiz shekilli. Uni biz o'zi instrumentalda o'zgartirgan edik-da. Orzu umid qizisan qilib pastga tushirgan edik. Tushmadi-ku. Ha, u nimani Abbos xatosi, u aranjirovщикda. Bo'ldi, mayli. Bitta shu joyda ketyapti, xolos. U odamni o'zi bo'ladi, o'sha garmoniyaga qarab ketaverasan, o'shanga qarab. Bir xil holat ketaveradi. Bugun juda chiroyli boshlandi. Hamma go'zal, eng men yoqtirgan o'sha 70-yil stillari. Rahmat. Ijro zo'r, go'zal. Sahnadagi holat, o'zingizni mana tutishingiz, umuman sahnaning egasi qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'ydi Abdurahim. Orzu